Rahmat. Dubayga. Ha? Rahmat. Xudo xolasa. Ay, Zubayda. Nima gap bor Dubayda deb kelamiz-da. Dubayda bir zam. Shu payt kim telefon qilyapti? Jo'ramu. Alo. Anvar jo'ra, qalaysan? Yaxshimisan? Nima? Qanaqa choyxonani yig'ishtir. Tezroq ishonch do'koniga kelgin. Ishonch do'koniga. Men hozir Nurotadagi ishonch do'konidaman. Eshitmadingmi? Yangi aksiya o'ynanyapti ekan. 5-sentyabrdan 5-noyabrgacha har kuni Dubayga bitta sayohat yutug'i qo'yilgan. Undan tashqari 1,5 mingta maishiy texnikalar qo'yilgan ekan. Agar 5 milliondan yuqori narsa xarid qilib olsang boru, senga kupon berishar ekan. Mana bunaqa kupon. Har kun kechqurun to'g'ridan-to'g'ri efirda o'ynalar ekan u. Xudo xolasa yaxshi niyat, yarim mol 5 million so'mga buni xarid qilib olib, keyin 50 million so'mlik Dubayda birga dam olib kelamiz, jo'ra. Ishonaver. Nega ishonmaysan? Qayerda ishonch do'koni bo'lsa kirib olaver. Axir bu hammaning ishonchiga kirgan ishonch do'koni-ku bu. Nima? Aka ishonmayapsizmi? Ishonavering. Aka ishoning. Aka ishoning siz ham. Ishoninglar. Axir bu ishonch-ku. Agar qo'pol gapni eshitsam